Bismillahirrahmanirrahim. Sahl ibn Abdullah Tustari degan o'ta bir kuchli olayotgan ekan. Al shunday deb aytadi. Men shu al-Misaq kunidagi Allah Taala bilan kelishim tuzgan, kelishim esimda deydi. Allah Taala alastu bi rabbikum deb aytganda men qo'li balo deganman. Balo deb aytganman. Ya'ni Allah Taala o'shal kuni bit arvohlarni jaratib, arvohlardan kelishim tuzatdi arvohlar bilan. Shunda men sizlar Rabbingiz emasmenmi deganda bizning arvohlar bardigi to'g'ri. Bizning Rabbimiz, bizning jaratquvchimiz o'zingizing deb bizning arvohlar aytgan. Biroq hozir bizning sizda yo'q. O'sha Tustari, Sahli Tustari, o'shal men esimda deydi. Balo deb aytganman, shol hozirda esimda deydi. Enemning ichida qursog'ida yotganim, enem qursog'idagi 9 oy 10 kun yotganimda esimda deydi. Shunda qanib yotganim, qanib nafas olganim, qanib misal qimildan shular esimda deydi. Alloh taolaning nimasini o'ta shunda jirak qilib jaratgan ekan, shularda esimda bor deydi. Al kishi 3 yasharimda taykam borladi, shu taykam bilan cho'g'il jatatlam deydi. Taykam tunda turib tahajjud namoz o'qitlar deydi. Men de turib oldiga borib o'tirib olatlam deydi 3 yoshimda deydi. Anam taykam sen bor, sho'nga jat, men alaqsitpa, meni namozga boshlarasin desa, aqrin keletdim to'shakka jatatlam, biroq uyqum kelmaydi. Shu taykamni namoz o'qigan, qarab, ko'rib, qizg'ib o'tiraveradilar. Anam bir kun taykam aytdi, siz shu turib namoz o'qiganda, tahajjud o'qiganda, mendele qudum ile shu arshning ostida, Alloh taolaning ostida turganday bo'lib, Alloh taolo sadat qilayotganday bo'laman. Shuni payqayman deb aytdim deydi. 3 yashar balaning so'zi da bu. Desandan keyin taykasat sen Alloh taolo bergan bir bala ekansan. Biroq bunday so'zlaringni birovning oldida aytma. Buni sir qilib yashirgin deydi-da. Biroq sen shu tunda to'shakka yotib, bir jamoashingdan 2 jamoashingga odarlagan vaqtingda Allohu ma'i, Allohu noziri, Allohu shahidi deb shuni bir yo'l aytgin. Anan buyog'idan jassan uxtab qolaverasing deydi-da. Ana shu so'zlarda aytadi. Bir kundan keyin o'sha so'zni 3 yo'l aytgin deydi. Daha bir kun o'tgandan keyin shol so'zni 7 yo'l aytgin deydi. Daha bir vaqt o'tgandan shol so'zni 15 yo'l aytgin deydi. Ana shu uyg'ongan sayin shu so'zni aytaveradi. Allohu ma'i, Alloh men bilan birga. Allohu noziri, Alloh meni ko'rib turadi. Alloh shahidi, Alloh menga guvoh degan so'zni qaytadan aytavergin deydi. Shuni tunda uyg'ongan sayin aytaverem, shunday shuga menga ta'sir qildi deydi 3 yashar bolaning so'zi. Shuni aytgimli kelaveradi deydi. Anan bir kun taykam aytdi. Misali bir bende bilen Allah Teala daim birge olsa, qarab tursa, ko'zamolib tursa, kuva bo'lib tursa, o'shal adam günah qilalar, albatta günah qilalar. Bilsang, Allah Teala qarab turganligini, ko'rib turganligini, kuva bo'lib turganligini, tog'da bo'lsin, suvda bo'lsin, uyda bo'lsin, qarаңғы yerda bo'lsin, cho'lda bo'lsin, qayerda bo'lsa Allah Teala ko'rib turadi, qarab turadi, kuva bo'lib turadi. Shuni bilgan adam hech qanday günah qila olmaydi. Sal bir adam alda günah qila olmaysan, uyalasan. Allah Teala ko'rib turib qayerda bo'lsa, Allah Teala qat günah degandan keyin bola aytadi, "To'ra, Allah Teala ko'rib turganini bilsa, qarab turganini bilsa, ko'p bo'lib turganini bilsa, ko'zim bo'lib turganini bilsa, Allohdan qanday günah qilsin" deydi. Shunday ekan, senda hech günah qilmagin. Allah Teala shuni senin bilan birga ko'rib turadi, qarab turadi, bilib turadi. Taqir günahga bormagin deydi. O'shanto'g'an 7 yoshga kirganda madrasaga olib borib berayotganda, madrasaga olib berganda aytadi, "Shol ustozim bilan shart tuzishim kerak" deydi men deydi. Bana savaq berib, savaq bitirmeden bana ruhsat berish kerak, men chiqib ketishim kerak. Men o'zimcha bu yoqda o'zimning ishlarim bor. Namoz o'qiyim, zikr qilam. Al yerda baldardan qolib ketsam, baldarni o'ynashim kerak, siylashim kerak, urishim kerak, talashim kerak. Shuning uchun savaq bitirmeden bana ruhsat berishim, kelaverishim kerak deydi. Ana ustozda kunat, savaq bitirmeden kelib, uyinda shol ta'dibatlarini men alik bo'latganda bo'lsam 7 yashar bola. Anan 12 yoshgacha shu yerda o'qiydi. 12 yoshga kirgandan keyin o'sha ustozlardan bir so'rov so'raydi. O'yiga bir so'rov keladi. O'sha so'rov so'rasa ustoz javob bera olmaydi. Shol yerdagi ilmlilardan baridan so'rasa hech kim javob bera olmaydi. Ana shu joyda shu so'rov tuyulib, ko'ngli ochilmay Basraga keladi. Basraga kelsa Basrada da hech kim javob bera olmaydi. Ana shu bir shayx tavalonan shu shayxdan so'rasa, o'sha shayx javob beretganda shu so'rovga. Anan shu shayxning ostidan keyin bir qancha yildan shoning ilmini o'qib, shoning ta'lim olib turib qolgan ekanda. Anan qayra shu Tustari degan shahar o'zini makani ekan, o'sha makaniga keladi. Kelganda aytadi, al kishi arpaning nondan boshqa non jeb etgan. Bir g'ana arpaning non jeb etgan, tamoq, samoq hech tika jeb etganda boshqa. O'roza ekan kunduzi kechgacha. Aqrin o'sha o'rozasini tarliq jebesdan kechki deganimni erta kechgacha yetib keladi. Bari 2 kunga o'tadi, 3 kunga o'tadi, 7 kunga o'tadi.
7 günde bir oğuz açatken da. Barıp 1 ayga ötöt. 1 ayda bir jetken. 3 ayga ötöt. 3 ayda bir jetken da. Jegende de azırada tamaklı sop jeyt. Jagday arpandan ikisine bir oğuz tip koyatken boldu. Anan barıp 20 günde bir badamdan bir denegini jeyt turgan bolat da. Anan şol aytat da. Murda aç kalganımda alsızdanıp qinalatılım deyip. Kursağım toygazıp alsam ayebay kuvattanıp, keyin barıp könüp, aç kalsam kuvattanıp, kursağım toysa qayıp alsızdap kala turgan boldum deyip da. Oşonda 3 ayda bir jeytken da. Oşonda küçte olay bolgan eken. Anan bir gün oşol şahardın halifası orup kalıp, büyük tavuktardak gelip, kança derger olsak gelip, sakayvay koyuptur. Dergerler aylasından anan keyin iç darlay turgan dariler kalbagandan keyin bunu bir gana bir jakşı taz adam alып kelip oşonun duasını alış gerek, oşol dua kılış gerek. Başka ayla jok deptir da. Anan karap anan şol sahli tuşlarına taup anan şu kişini alып kelişet da. Alып kelip anan keyin oşo paşana başka oturup anan keyin dua kılatken da. Ya Allah'ım şul halifege murda kanday günöөнүн жазасını denesiye günöөнүн korduğunu көрсөткөн bolsaң, oşonda ele albatta ibadat var. İbadattında ozurunu көрсөткүн. Murda kanday жүрөгүнө iman kiyimini kiyizgen bolsaң, denesiga oşonda ele den soğluk kiyimini kiygizgin dep dua kılatken da. Şunu dua kılgandan keyin anan halife akırın günden güne jеңилдеп sakayıp ketken eken, turup ketken eken. Sakayıp ketkenden keyin anan sүйünүp anan bul tuşlarıga, sahli tuşlarıga köp belekler, akçalar atkalanan kim beretken da. Berse kabul kılып etken. Şunça jalınsa da kabul kılып koyuptur. Bir tiyim de albay koyuptur da. Çıkıp ketiptir ana. Jalını bergenden keyin açıp kelip çıkıp ketiptir albay. Anan jolda ketip atıp anan şagirti daim birge bolat da barıdır. Kızmat kılıp жүрген şagirt. Şagirt anan keyin aytiptir da, "Taksir, şu paşan bergen akçasından kichini alıp koysanız, qarızlarınız barlı şular töleşek bolbay ele" deptir da. Dese, "Sana akça kerekpi, sana dünya kerekpi?" Mana toğduk karaçı da. Toğduk karasa toğ bardık altı kümüş bolup kalgan eken da. Anan aytkan eken. Gördüңmü deptir. Allah Taala özün jakşı görgön bendeleri menen şunday muamelede bolgandan keyin kalagan nersesine altın kılıp koya turgan bolgandan keyin al bendenin adamdan altın kümüşünü nima kılat degen eken da. Şondaýyn bu Allah Taalaga öte berilgen, Allah Taalaga jakyn bolgan öwliýalar kalasa taşy da toğda altı kılıp koya beretken dua kılıp. Birok alar altın kümüşke takır köngül burup etkende kerek emesken. Biröwdün dünýesinde alyp etken, baylygynda alyp etken, berse de alyp etken, jep etken, şu kursak aç жүрüp, oşantyp gaýp rahatlanat eken da. Biz bolsa kursagymyz toýsa rahatlanabys. Alar at жүрse rahatlanat eken da. Oşantyp anan keyin darajaga jetetken da. Allah Taala şu bardyňyzlarda şonday öwliýalik darajага, Allah Taala özüge jakyn bendelerine koşup, darajaňyzdy köterip, takwa salıp, ilim salıp ýüregiňizde hidayat salıp, oşonday öwliýalik darajalarga jetkizýän Allah Taala nasip etsin. Amin. Allahu akbar.